Allohga bandalik qilinglar va unga hech narsani sherik qilmanglar. Ota-onangizga yaxshilik qilinglar. Albatta birodarlar, siz bilan biz ustimizda ko'p haqlar bor. Allohning haqqi bor, bandalarda haqqi bor, farzandlarda haqqi bor, do'stlarda haqqi bor. Ana shu haqlarning orasidagi eng ulug' haq Alloh azza va jallaning haqqi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning haqqi. Endi undan keyingi o'rinda turadigan birinchi haq bu ota-onaning haqqi. Oyatda o'qidik, Alloh o'ziga shirk keltirmasligini buyurib turiblar, orqasidan ota-onaga yaxshilik qilishligini buyurdi. Shuni o'zi bu amal qanchalar ulug' amal ekanligiga yetarli dalil bo'ladi. Alloh azza va jalla o'zining kitobida juda ko'p oyatlarda, payg'ambarimiz o'zlarining hadislarida bu narsalar haqida bizga ta'lim berdi. Robbimiz azza va jalla avval yashab o'tgan ummatlardan mana shu amalni qilishliklari haqida ulardan misoq, va'dalarni olgan. Alohida va'da olgan, ayni ota-onangga yaxshilik qilasan deb. Ma'lumki, agar Qur'onda bir ish takror zikr qilinayotgan bo'lsa, demak bu ish muhim bo'ladi. Bu ishning muhimligiga dalolat qiladi. Yana qaysi amaldan keyin zikr qilinayotganiga ham qarashlik kerak. Ota-onaga yaxshilik qilishlik, birrul volidayn. Birrul volidayn deganda ota-onaga yaxshilik qilishni tushunamiz. Alloh taolo birrul volidaynga qachon buyurdi? Yolg'iz mengagina ibodat qil deb turib, ine birrul volidaynga buyurdi. Demak, ixlosdan keyingi, shirkdan ehtiyot bo'lishdan keyingi eng afzal amal qaysi bo'lyapti? Birrul volidayn. Uyda o'tiribdi o'sha birrul volidayn qilishimiz kerak bo'lganlarimiz. Ukalar, akalar, g'animat bilaylik. Qanchadan qancha farzandlar ota-onasini xor qilib ko'chalarda yurganligi. Ota-onalarni tashab qo'yib o'zga yurtlarda rizq topishlikni bahona qilib, ularni yordamsiz, qari holda tashab qo'yib yurganlarni ko'ramiz. Voy, 1-2 umidinchi ulardi. Chunki uydagilar norozi bo'lib turibdimi? 1 million topdimi? Qarab turing. Agar tavba qilib ota-onasining roziligini olib, ularning duosini olib qolmasa, qarab turing nima bo'ladi uni. Alloh taolo Qur'onda marhamat qildi. Astagfiru billah wa'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Mana hozir o'qidik. Alloh shunday dedi. Allohga bandalik qiling, unga hech narsani sherik keltirmang, ota-onangizga yaxshilik qiling. Tavhidga buyurdi, shirkdan uzoq bo'linglar deb qaytardi shirkdan va orqasidan ota-onaga yaxshilik qilishni buyurdi. Birinchi nozil bo'lgan oyatlarda Alloh azza va jalla ota-onaning haqqini eslatdi va uni rioya qilishlikka buyurdi. Bu haqida ham juda ko'p hadislar vorid bo'lgan. Qiyomat kuni bir banda keladi. Ko'p namozlarda o'qigan, ko'p ro'zalarda tutgan, haj qilgan, zakot bergan, sadaqa qilgan, ammo ota-onasiga oq bo'lgan. Bu amallarning hammasini savobi habada bo'lib ketadi. Sababi ota-onasiga oq bo'lgan. Demak, otasiga, onasiga oq bo'lgan farzand qilgan hamma amallarining savobi yo'q bo'lib ketgan. Bu haqida inshaalloh hadislar o'qiymiz. Muflis haqidagi hadislar. Shu ma'noda birodarlar, birrul volidayn qanday bo'lish kerak? Bu amalning fazli qanday? Buni orqasidan qanday bir ulug' martabaga erishamiz? Inshaalloh mana shu darslarimizda buni ko'rib chiqamiz. Yana ota-onaga oq bo'lishlik qanchalar xatarli ish. Bundan qanchalar ehtiyot bo'lishi kerak? Buni ko'rib chiqamiz. Toki eshitadigan odam eshitsin, ibratlanadigan odam ibrat olsin. Har bitta amalning o'zining fiqhi bor. Namozning fiqhi bor, ro'zaning fiqhi bor, zakotning, haj, umraning fiqhi bor. Xuddi shunga o'xshagandek, birrul volidayni ham fiqhi bor. Kimdir to'g'ri ish qilyapman deydi, noto'g'ri ish qilayotgan bo'ladi. Kimdir savob qilyapman deydi, gunohkor bo'ladi. Sababi mana shu narsaning ilmidan, fiqhidan bexabar bo'lganligi uchun. Havorijlar nimaga havorij bo'lib ketdi, birodarlar? Ixlosi yo'qmidi? Ixlosi bor edi. Mana Ali ibn Abi Talib darsdan eshitdik. Ixlos ming, lekin ilmsiz. Birrul volidayni fiqhini bilamizmi? Yo'q, demak o'rganishligimiz siz bilan bizga farz bo'ladi, birodarlar. Qachon ota-onani xizmati birinchi o'ringa qo'yiladi? Qachon ota-onani xizmati keyingi o'ringa qo'yiladi? Qachon ota-ona bilan gaplashiladi va qanday gaplashiladi? Agar talashib tortishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, qanday yo'l tutishlik kerak?
Bular haqida dars qilamiz inshaalloh. Shu va bundan boshqa ko'p ishlar borki, bilishligimiz siz bilan bizga lozim bo'ladi. Toki qilayotgan amallarimiz to'g'ri bo'lsin. Toki qilayotgan amallarimizni savobi habada bo'lib ketmasin, ota-onamizga oq bo'lib qolganligimiz sababli. Yana ota-ona vafot etgandan keyin farzand ustida qanday haqlari bo'ladi? Farzandning qaysi qilgan ishlaridan ota-onaga savob boradi? Qaysilaridan savob bormaydi? Ota-ona qabrida turganda ularga nimani zarari yetadi? Bu narsalarni ham musulmon farzand bilishligi lozim va lobud bo'ladi. Albatta endi bular haqida aytadiganlarimiz hammasi kitob va sunnatga muvofiq bo'lishligi kerak. Hamda mana shu oyat hadislarni, shu mavzudagi oyat hadislarni ulamolar qanday tushunishgan, buni ham e'tiborga olishlik kerak. Bu oyat hadislarni qanday sharhlagan, ular qanday tushunishgan. Har bittamiz o'zimizcha bitta hadisni, bitta oyatni o'qib olib turib, manaqa xulosada chiqib ketavermaylik. Biz o'ylayotgandan boshqacharoq bo'lib qolishi mumkin. Umar ibn Hattob aytganlar: "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi faqad dalla." Kim Qur'onni o'zining ra'yi bilan tafsir qilsa, tahqiq adashibdi deydi. Qur'on oyati oyat bilan tafsir bo'ladi. Qur'on oyati hadis bilan tafsir bo'ladi. Qur'on oyati sahobani so'zi bilan tafsir bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ushbu amalni bizdan chiroyli suratda qabul qilishini so'raymiz. Uni musulmonlarga foydali qilishini so'raymiz. Sodir bo'ladigan xato kamchiliklarini avf qilib, faqatgina o'zini roziligi uchun bo'lishligini so'rab duo qilamiz. Birrul validayn, ota-onaga yaxshilik qilishlik. Uni boshqa amallar oldidagi fazilati. Birrul validayn. Birodarlar, bu amalning savobi katta, manzilati ulug'. Hozir o'qigan oyatimizda eshitdik, Alloh taolo faqat mengagina ibodat qil deb buyurib turib, orqasidan ota-onani haqqini eslatdi. Shuni o'zi birrul validayn qanchalar ulug' amal ekanligi yetarli dalil bo'ladi. Mana yana bir qancha oyatlarni o'qiymiz. Bu oyatlarda Alloh taolo takror birrul validaynga buyuradi. Keyingi oyat. Astagfirullah. Qul ta'alu atlu ma harrama robbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Bu oyat An'om surasida. Alloh taolo aytadi: "Ayting, kelinglar. Parvardigoringiz sizlarga harom qilgan narsalarni tilovat qilib beray. U zotga biron narsani sherik qilmasligingizni va ota-onaga yaxshilik qilishingizni buyurdi." Yana ota-ona haqqi eslatilyapti. Keyingi oyatimiz Isro surasidan. Astagfirullah. "Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana." Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishlaringizni amr qildi. Yana birrul validayn. Alloh azza va jalla Banu Isroildan va'da oldi, misoq oldi. Nima haqida? Astagfirullah. "Va iz akhadna mithaqa bani Isroila la ta'buduna illalloha va bil validayni ihsana." Faqatgina Alloh azza va jallaga ibodat qilasizlar, ota-onaga yaxshilik qilasizlar deb Banu Isroildan ahd va paymon olganimizni eslanglar. Alloh va'da olyapti Banu Isroildan, shirk keltirmaysan, birrul validayn qilasan. Qarangda, o'ziga ibodat qilishlikni, yolg'iz o'ziga ibodat qilishlikni buyurdi va takror orqasidan birrul validayn keltirilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana shu hadisi, ushbu hadisiga quloq tutamiz. Bu hadis bizga birrul validayn boshqa amallarda orasida qanchalar ulug' ekanligini bayon qilib beradi. Bu juda ham mashhur hadis. Juda ko'p marta eshitganmiz. Yana bir marta o'qiylik, shoyat bir boshqacha eshitsak, birodarlar. An Abdullah ibn Mas'ud qala sa'altu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi, Rasulullohdan so'radim. Ayyul amali ahabbu ilalloh. Alloh taologa eng mahbub amal qaysi? Payg'ambarimiz aytdilar, as-salatu ala vaqtiha. Vaqtida o'qilgan namoz. Qala summa ayyu. Keyin qaysi amal? Qala birrul validayn. Ota-onaga yaxshilik qilishlik dedi. Qala summa ayyu. So'ngra qaysi amal? Qala al-jihadu fi sabilillah. Allohning yo'lidagi jihad dedi. Qala haddathani bihinna walau istazattuhu lazadani. Mana shular haqida Rasululloh menga xabar berdi, agar ko'proq so'raganimda yana ko'proq aytardi dedi.
jihod ham birrul volidan keyin zikr qilindi. Nima uchun unday bo'ldi? Modomiki jihod yurtga dushman bostirib kelganda uni daf qilishligi uchun chiqiladigan jihod emas ekanmi, ota-ona xizmatidan keyin turadi. Demak, jihod ham birrul volidan keyin turadigan amal ekan. Jihodki birrul volidan keyin keltirildimi? Demak, boshqa amallar o'z-o'zidan birrul volidan keyingi o'ringa tushib qoladi. Masalan, safar. Agar siz qilishingiz kerak bo'lgan safar farz safar bo'lsa, birrul volidan keyinga turadi. Masalan, qodirsiz, sog'siz, yo'l ochiq, pulingiz bor, haj sizga farz bo'lib turibdi. Birinchi hajni qilib kelib olasiz, chunki bu farzi ayn. Keyin birrul volidayn. Agar ikkinchi marta, uchinchi marta ketayotgan bo'lsangiz, birrul volidayn avval turadi. Nafl safar bo'ladigan bo'lsa. Yana birrul volidayn shar'iy ilm talab qilishdan ham avval turadi, agar u shar'iy ilm farzi kifoya bo'ladigan bo'lsa. Agar bir kishi ibodatni umuman bilmasa, oq-qorani ajrata olmasa, halol haromda farqiga bormaydigan bo'lsa, albatta mana shu ilmni, farz bo'lgan ilmni o'rganguncha birrul volidayn turib turadi. Ammo farzi kifoya bo'ladigan keyingi ilmni o'rganishga ham birrul volidayndan keyin kirishiladi. Safarga ketib qolinyapti mana. Shu yerda alohida aytib o'tishimiz kerak. Tirikchilik qilgani. Agar yegani, ichgani, kiygani, maskanga, tirikchilikka qiyin bo'lib qolgan bo'lsa holat, unda bu farz bo'ladi, tirikchilik uchun chiqishlik kerak. Ammo qonni to'yib turgan bo'lsa, usti-boshi, joyi, boshpanasi bor bo'lib turgan bo'lsa, ota-ona ketishingizga rozi bo'lmayotgan bo'lsa ketmaysiz. Ammo agar kishini uyi, maskani bor bo'lsa, tirikchilik o'tib turgan bo'lsa, yurtidan chiqib ketishlikka biror bir fitna majbur qilmayotgan bo'lsa, joniga hech narsa xatar solmayotgan bo'lsa, o'zini yurtida ota-onasining oldida turishligi farz bo'ladi. Birrul volidayn haqida Qur'oni Karimda bir necha oyatlarda mana takror zikr keldi. Astagfirullah. Luqmon surasida va iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah innash-shirka la zulmun azim. Eslang, Luqmon o'zining o'g'liga nasihat qilib dedi: "Ey o'g'ilcham, Allohga shirk keltirma. Zero albatta shirk eng ulug' zulmdir." Va wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn va fisaluhu fi amayn an yashkur li va liwalidayka ilayyal masir. Keyingi oyat. Bu oyat Ahqof surasining 15-oyati. Astagfirullah. Va wasaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan va wada'athu kurha va hamluhu va fisaluhu 30 shahra. Hatta idza balagha ashuddahu va balagha 40 sanatan qala robbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya va ala waliday. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Onasi unga qiynalib homilador bo'lib, qiynalib tuqqandir. Unga homilador bo'lishi va uni sutdan ajratish muddati 30 oydir. Endi qachon u voyaga yetib 40 yoshga to'lganida, Parvardigorim, meni sen menga va ota-onamga in'om qilgan ne'matingga shukr qilishga va o'zing rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilishingni va o'zing men uchun zurriyotimga ham yaxshilik qilishingni so'rayman deb. Keyingi oyat. Ankabut surasi. Va wasaynal insana biwalidayhi husnan va in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. U xoh musulmon bo'lsin ota-ona, xoh kofir bo'lsin, ularga yaxshilik qilishlik musulmon farzandning burchi. Dadam namoz o'qimaydi, o'shuning uchun yaxshi gapirmayman. Haqqing yo'q. Onam ro'mol o'ramaydi, o'shuning uchun yaxshi muomala, haqqing yo'q. Sen musulmonmisan, ota-onang kim bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi muomala qilasan. Bu seni Robbingni buyurgan senga buyrug'i, senga farz. Chunki u o'qimagan namoziga, ro'moliga o'zi javob beradi. Sen o'zing ishingni qil. Agar ular sen o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishing uchun zo'rlasalar, u holda ularga itoat etmagin. Barchangiz menga qaytursiz, bas ana o'sha kunda men sizlarga qilib o'tgan amallaringizni xabarni berurman. Ota-onaga qachon itoat qilinmaydi?
ochiq gunohga buyursa, ochiq gunohga buyursa itoat qilinmaydi. Farzni qilmaysan desa itoat qilinmaydi. 5 mahal namoz farz, 40 ta farz bor, bilasizlar. Bizi ota-onalarimizning yomoni ham bu 40 ta farzdan qaytarmaydi. Ayrim nafillarimizdan oz sababli bizga bir muammo kelib qolishdan ehtiyot bo'lib, shuni qilmay turib bolam deydi. Yalanadi shunda ham. Farzdan qaytarmayapti, nafilni qilmay turib bolam deyapti. Gapiga quloq solasiz. Keyingi oyat, Luqmon surasi. Va wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn va fisaluhu fi amayn an yashkur li va liwalidayka ilayyal masir. Hozir o'qidik. Biz insonga ota-onasini amr etdik, yaxshilik qilishini amr etdik. Onasi unga ojizlik ustiga ojizlik bilan homilador bo'ldi. Uni ko'krakdan ajratish muddati 2 yilda kelur. Biz insonga buyurdikki, sen menga va ota-onangga shukr qilgin, yolg'iz o'zimga qaytajaksan. Mana shirkdan qaytardi, menga ibodat qildi, buyurdi, orqasidan ota-onani eslatdi. Demak, biz shirkdan ehtiyot bo'ldik, alhamdulillah. Allohga o'ziga ibodat qildik, alhamdulillah. Keyin birinchi o'ringa qaysi amal chiqar ekan? Hatto payg'ambarlarni Alloh azza va jalla Qur'onda maqtar ekan, ularni maqtayotgan paytda ota-onalarga yaxshi muomalada bo'lganligini zikr qiladi. Qana odam desa, yaxshi 5 mahal namozini o'qiydi, yaxshi. Ota-onasiga qanaqa muomalasi? Ona yaxshi emas. Demak, yaxshi odam emas bu. Otasini, onasini izzat hurmatini joyiga qo'ymayaptimi? Yaxshi odam emas bu. Chunki shirkdan qaytardi, ixlosga buyurdi, orqasidan birrul volidanga buyurdi. Aytdi-ku, namoz o'qigan, zakot bergan, haj qilgan, umra qilgan, sadaqa qilgan, ammo ota-onasiga oq bo'lganligi uchun bu amallar hammasi xabat bo'lib ketdi. Ehtiyot bo'laylik. Mana Iso alayhisalom haqida Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Tilga kirdi Iso alayhisalom beshikda turib va gapirdi. Gapirganda nimani gapirdi? Qarang, nimani gapirishi mumkin? Beshikdagi bola, jiji bola. Alloh taolo nimani gapirtirdi bu Iso alayhisalomga? Astagfirullah. Qala inni abdullohi ataniyal kitaba va ja'alani nabiyya va ja'alani mubarakan aynama kuntu va awsani bis salati vaz zakati ma dumtu hayya va barran bi walidati va lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Qarang, jiji bola gapiryapti. Nimani gapiryapti? Alloh gapirtirgan narsani gapiryapti. Shuncha savobli amallar ichida Alloh nimani gapirtiryapti? Shu payt chaqaloq Iso tilga kirib dedi: "Men Allohning bandasidirman. U zot menga kitob, Injil ato etdi va meni payg'ambar qildi. Yana meni qayerda bo'lsam, xayr va barakotli qildi va modomiki hayot ekanman, namozni ado etishni va zakotni ato etishni amr qildi. Shuningdek, Alloh meni onamga mehribon qildi va meni sitamkor badbaxt qilmadi." Namozda aytayapti, Allohga o'ziga ibodat qilishni aytayapti, zakotda aytayapti, orqasidan birrul volidayni aytayapti. Payg'ambarda maqtalayotgan sifat onasiga mehribon bo'lganligi. Birrul volidayn jannatning eng oliy va yaxshi eshigidir. Ota-onaga yaxshilik qilishlik jannatga olib kiradigan jannatning qoq o'rta eshigi. Imom Termiziydan keltiriladi, hasan isnod bilan Abu Dardo roziyallohu anhudan. An Abi Darda anna rajulan atahu faqala inna li imra'atan va inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Abu Dardo roziyallohu anhuning oldiga bir kishi keldida aytdiki, meni bir ayolim bor, xotinim bor. Onam uni taloq qilishimga buyurmoqda. Abu Dardo aytdi, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday deganini eshitganman. Javob bo'lyapti kishiga. Al-walidu awsatu abwabil janna fa in shi'ta fa adhi zalika al-baba aw ikhfathu. Rasululloh nima degan edi? Ota-ona farzandni jannatga olib kiradigan eng yaxshi, eng oliy eshigi, o'rta eshigi. Xohlasang u eshikni zoyi qil, xohlasang uni saqlab qol. Demak, ota-ona kishini jannatga kirishligiga sabab bo'ladigan eshigini bittasi hisoblanar ekan. Alloh subhanahu va taolo eshitgan darslarga amal qilib, ota-onasini duosini oladigan farzandlardan qilgan bo'ladi. Ota-onaning haqqini ulug' ekanligiga dalolat qiladigan yana bir narsa.
Imom Muslimdan keltiriladi bu hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu." Otani farzandning ustida haqqi qanchalar katta ekanligini tushunsak bo'ladi. Har qancha farzand xizmat qilmasin, har qancha duosini olmasin, har qancha boshida ko'tarib yurmasin, haqqini ado qila olmasligiga dalolat qiladi bu hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: otasini mamluk holida topib, qul holatida topib, uni sotib olib, ozod qilgandan keyingina farzand otasini mukofotlay oladi. Otasini qul ekanligini ko'rdi. Qul bo'lib sotilib ketibdi. Topib ozod qilsa, shunda haqqini ado qilgan bo'ladi. Bizda yo'q bu narsa. Demak, men ana qilib qo'ydim, mashina mindirib qo'ydim dadamga. Men bitta hajga olib borib keldim, men bir yil umraga olib borib keldim. Aql qilib qo'ydim. Bunaqa gap ketmaydi, birodarlar. Otani haqqini ado qila olmas ekanmiz farzandlar. Mana shunday bir haqqi ustimizda ko'p ekan. Allohdan qo'rqaylik. Imom Navoiy aytganidek, buni ma'nosi vallohu alam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ushbu hadisidan tushunadigan narsa, farzand har qancha otasiga ihson qilmasin, haqiqiy ma'noda haqqini ado qila olmas ekan. Ota-onaga yaxshilik qilishning mukofoti shunday bo'ladi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Nimtu fara'aytuni fil jannati fasami'tu sawta qari'in yaqra'u." Bu hadis Imom Ahmaddan Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan. Rasululloh aytadilar: "Uxladim, bas o'zimni jannatda ekanligimni ko'rdim." Jannatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir qorini ovozini eshitdim. U o'qiyotgan edi. Qultu man hada? Rasululloh aytadilar: "Kim bu?" deb so'radim. Faqalu Harisatu ibn Nu'man. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Kadalikumul bir, kadalikumul bir." Kim bu deb so'raluvdi. Harisa ibn Nu'man deyildi. Payg'ambarimiz: "Ha, birning mukofoti shunday bo'ladi. Bir ota-onaga yaxshilik qilishlik. Kadalikumul bir ota-onaga yaxshilik qilishning mukofoti shunday bo'ladi. Shunday bo'ladi." Bir kishi ota-onasiga qilgan birrul volidaynini hurmatini o'rtaga qo'yib duo qildi. Alloh subhanahu va taolo u kishining duosini ijobat qildi. O'zi umuman qilayotgan solih amallar musulmon bandani yomon holatlarga tushib qolishlikdan saqlaydi Allohning izni bilan. Endi umuman hamma amallar, xususan ota-onaga qilinadigan muomala, birrul volidayn hammasidan peshqadam turadi. Musulmon kishi o'zini tinch holatida, sog' holatida, xotirjam holatida solih amallarni qancha ko'p qilar ekan, shiddatga, mashaqqatga, qiyin kunga tushib qolgan paytda shu mashaqqatdan chiqib ketishiga shu amallar sabab bo'ladi. Yengil kunlarimizda Alloh azza va jalla ko'proq eslaylik, qiyin kunimizda Alloh taolo siz bilan bizni eslaydi. Solih amallar qilaylik va birrul volidayn shubhasiz shu solih amallarning eng ulug'laridan. Imom Buxoriy va Muslim Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan keltirilgan hadis, Buxoriy va Muslimdan keltirilgan bu hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Intalaqa salasatu rahtin mimman kana qablakum hatta awa bil mabit ila gharin fadakhalu fanhadaratis sakhratun min al-jabal fasaddat alayhimul ghar." Rasululloh aytadilar: "Sizlardan avvalgi ummat kishilaridan 3 tasi yo'lga tushdi. Yo'lda tunash uchun bir g'orga kirdilar. Tog'dan bir tosh tushib, g'or og'zini berkitib qo'ydi. Tashqariga chiqib ketgan imkon yo'q. Shunda ular solih insonlar edi bular. Ular o'zlariga aytishdi, o'zlari ular sizlarni bu toshdan nima qutqaradi? Qilgan solih amaliylarni o'rtaga qo'yib Allohga duo qilinglar, shoyat Alloh bu toshni jildirib bersa dedi. Shunda ana shu kishilardan bittasi aytdi: "Faqala rajulun minhum Allohumma kana li abawayni shaykhani kabiron." Endi uchalasi bittadan qilgan solih amalini, xolis Alloh uchun qilgan amalini o'rtaga qo'yib Allohdan duo qiladi, tavassul qiladi. Alloh duoyimizni ijobat qilsin deb. Ulardan bittasi aytdi: "Meni yosh qari ota-onam bor edi. Ikkalasi ham qari. Men ularga kechki taomni
Bu yerda sog'ib olib kelgan sutni aytilyapti. Kechki taomni bermasimdan avval oila a'zolarimga ham qaramas edim, ovqat bermas edim, hayvonlarimga ham qaramas edim. Ularga taom bermas edim. Kunlarning birida bir narsani talabada bo'lib, kech qolib, sutni ko'tarib keldi. Ota-onam uxlab qolgan edi. Qo'lida sut, ota-onasiga kechki ovqat o'rnida sutni bergani kelsa uxlab qolgan. Ularga bermasdan avval oila a'zolarimga berishini istamadim. Qo'limdagi idish bilan ular uyqularidan uyg'ongunicha kutib turdim. U ikkisini uyg'otishni karih ko'rdim, xohlamadim. Tong otgunga qadar turdim, ular uyg'onishdi, sutni ichishdi. So'ngra aytdi: "Parvardigor, agar men bu amalni seni roziliging uchun qilgan bo'lsam, bas, bu toshdan bizga yetgan narsani ko'targin, yengil qilgin" dedi. Alloh duosini ijobat qildi. Tosh biroz surildi. Keyingi ikkita odam ham qilgan solih amalini o'rtaga qo'yib duo qildi, tosh surildi, bular chiqib ketishdi. Bu yerda fakarihtu an uqidahuma degan so'zga e'tibor berishimiz kerak. U ikkisini uyg'otishlikni xohlamadim dedi. Uyqusini buzishlikni yomon ko'rdim dedi. Solih kishi qiling, uyqusidan uyg'otishlikni ham ozor deb bilyapti. Va shu yerda uyg'onib sutni ichgani afzalroqmi ota-onaga yoki uxlaverganimi? Farzand ularni uxlaverganligini afzal deb bildi. Shuning uchun oldida turdi. Nimaga oldida turdi ertamangacha? Kechqurun uyg'onib qolib, yegulik va ichkilik biror narsa istab qolsa, qiylanib qolmasin degan ma'noda turdi. Demak, mana shu qilgan solih amali duosi ijobat bo'lishiga sabab bo'ldi va g'ordan chiqib ketishdi. Musulmon farzand o'zini ota-onasiga iztirobni, qayg'uni kelishiga sabab bo'ladigan ishni qilmaslik kerak. Qarang, ota-ona qarib qolgan paytda, qo'lidan biror bir chora kelmagan, sizga yordam qila olmaydigan paytda ko'chadagi muammolaringizni aytib, uyingizdagi kamchiligingizni aytib, ularni siqishlikdan nima foyda? O'zi shu yoshga kirgizib qo'ygani, uylab qo'ygani, joylab qo'ygani yetmadimi? O'g'il bolalar, do'ppimizni bunday yerga qo'yib turib bir o'ylanib ko'raylik. Ko'chadan faqat yaxshi gapimizni olib kelaylik ota-onaning oldiga. Ota-ona u qoppas axlat tashlaydigan. Ko'chadagi qiyinchilik, ko'chadagi yetishmovchilik, ko'chadagi muammo, mushkulalarni ko'tarib olib kelib, ota-onaga to'kib yaylatda banda yoziladi. Bir o'sha bolalar bilan gaplashgan edim. Ota-onangga aytish kerak emas desam, nimaga deydi? Nimaga aytish kerak desam, yoziladi mating deydi. To'g'ri, ota-onangasi yozilasan, ota-onang nima bo'ladi? Sendan boshqa yana 5 ta farzandi bor edi. Endi ular ham hammasi kelib turib shu boyagi g'amini, tashvishini tashaversa ota-onaga. Ota-ona nima bo'ladi? Tezroq tugaydi-da. O'shuning uchun kenja farzandlar bormi, ota bilan qolganlar? Bormi? Qo'l ko'tarib qo'yinglar-da. Aka-ukalar chiqib ketgan. Ha, sizlarga bir narsani o'rgatib qo'yaman. Shunaqa g'idi qilayotganda, aka, menga chiqing deb turib, necha kirdingiz? 45 ga kirdingiz. Men endi 25 ga kirdim. Siz 45 yil ota dedingiz, 45 yil ona dedingiz. Menga ham qolsin bular. Olib kelsanglar, yaxshi gapinglarni gapiringlar. Bo'lmasam ko'chaga tashlab, bo'lmasam kelmanglar. Sizlar dardinglarni aytib ketasizlar, menga keladi. Ota-onam o'ziga keladi. Shuning uchun yaxshi gap bo'lsa gapiringlar, bo'lmasa o'shuni gapirmanglar. Devoraveringlar. Otanglar, enalar eshitsa xursand bo'ladi. To'g'rimi? Yo, biz nima qilamiz? To'playmiz bir oydami? Endi qanchada borasiz uyingizga, bilmayman otangiz uyiga. 10 kunda borasizmi? 10 kun to'playsiz. Borib aytasizda, nimaga otangizga aytyapsiz, bilasizmi? Qo'shinga aytsang saqlaydi yo fosh qilib yuboradi. Do'stingga aytsang ham shunaqa. Kimga aytasan? Haqiqiy do'st bo'lgan otangga, onangga aytasan. Jay namozda Allohga aytganda shu dardingni, ota-onangga faqat shirin gaping qoladi. Kenja farzandlar, bilib oldinglar-a? Sekin olib chiqib turib, opa yo aka, yaxshi gapingiz bo'lsa gapiring bularga. Yetadi bularda hayotda ko'rgan issiq sog'lig'i. Devoravering. Ota-ona faqat duo qilishda keladi qo'lidan. Shu duosini dilini ezmasdan, qalbini ranjitmasdan, chiroyli suratda duosini olib chiqib keting. Kelinglar shu g'amda ota-onaning yelkasidan olib qo'yaylik. Yana qiz farzand. Qiz farzand ham ota-onasiga yaxshi muomalada bo'lishligi kerak. Uyda bo'layotgan mayda-chuda muammolarni ko'tarib kelib aytavermaslik kerak.
Xususan turmushini boshida qizlarimiz 1 yil, 2 yil ketar kelin kuyovda bir-biriga tabiati tushib qolgunicha, o'sha uydan o'zini o'rnini topguncha ozgina vaqt ketar. Mayda tushida ikki-ikki gap ko'tarib kelavermasin qizlarimiz ham. Chunki ota-ona qizni berib qo'yib, yuragi takappika o'tiradi, tinib tinchib o'tiribdimikin. Bu solih kishi farzandlarini yig'lab turishiga qaramadi, ota-onasining oldidan jilmadi. Endi bu o'rinda qaraladi, albatta, agar ota-ona qari bo'lsa, rioyaga ko'proq muhtoj bo'lsa, farzanddan ko'ra ota-ona birinchi o'ringa qo'yiladi. Agar ota-ona yosh bo'lsa, o'zini epladigan quvvatli bo'lsa, yosh bolalarni bunaqa yig'latmaslik kerak. Otangiz o'zi aytadi, "Bor bolangga qara" deydi, o'z-o'zidanlar. Bu yerda holatga qaralishlik kerak bo'ladi. Xulosa, kishi birinchi navbatda ota-onasining xizmatini oldiga qo'yishlik kerak bo'ladi. Modomiki shunga ota-ona muhtoj bo'ladigan bo'lsa. Birinchi navbatda onaga yaxshilik qilinadi. Sahihayndan keltirilgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan: "Ja rajulun ila Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam faqal: Ya Rasululloh, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, meni go'zal suhbatimga, yaxshi muomalamga eng haqli odam kim?" Qala ummuka. Onang deb aytdilar Rasululloh. Qala summa man. So'ngra kim? Qala ummuka. Qala summa man. Qala summa ummuka. Qala summa man. Qala abuka. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 marta onangga yaxshi muomalada bo'lasan dedilar va 4-inchisida otangga. Boshqa bir rivoyatda Imom Buxoriyning Adabul Mufratida keladi. Bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, man abarru" dedi. Kimga yaxshilik qilay? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam onangga dedilar. Yana so'radi, "Kimga yaxshilik qilay?" Rasululloh onangga dedilar. "Kimga yaxshilik qilay?" dedi. Onangga dedilar. 4-marta kimga yaxshilik qilay deganda otangga dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu vasiyat ham ona haqida. Ibn Mojadan keltirilgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Albatta Alloh azza va jalla onalaringizga yaxshilik qilishni vasiyat qildi" deb 3 marta takrorladilar. So'ngra 4-sida albatta Alloh azza va jalla sizlarga otalaringizga yaxshilik qilishingizni va qarindoshlaringizga yaxshilik qilishingizni vasiyat qildi. 3 marta onaga aytilinyapti, 4-si otaga aytilinyapti. Imom Buxoriydan Adabul Mufratdan Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Bir kishi Abdulloh ibn Abbosning oldiga kelib aytdiki, "Men bir ayolga uylanmoqchi bo'lib sovchi qo'ydim. U ayol menga tegishga ko'nmadi. So'ngra boshqa kishi unga sovchi qo'yuvdi, unga tegishlikka rozi bo'ldi. Meni g'ayurligim tutib, haligi ayolni qatl qildi. Menga tavba yo'li bormi?" dedi. Ibn Abbos roziyallohu anhu, "Onang tirikmi?" dedi. U kishi "Yo'q" dedi. Ibn Abbos aytdi, "Allohga tavba qil. Qo'lingdan kelganicha Allohga yaqin bo'l" dedi. Haligi odam ketdi. Qotillikni tavbasini so'rab kelsa, Ibn Abbos onasini so'rayapti. Tirikmi? Bu hadisni rivoyat qilgan kishi aytadi, keyin Ibn Abbosning oldiga borib so'radim, "Nimaga uni onasini tirikligini so'radingiz?" Ibn Abbos aytdi, "Onaga yaxshilik qilishdan ko'ra Alloh azza va jallaga yaqinroq qiladigan, Alloh azza va jallaga yaqin qiladigan boshqa amalni bilmayman" dedi. Onaga yaxshilik qilib Allohga yaqin bo'lganchalik boshqa hech qaysi amal bilan inson yaqin bo'la olmaydi. Ular nima edi? Ota-onalarimiz boshimizga qo'ngan qush edi, pirratib uchib ketishi mumkin. Keyingi o'qiydigan hadisimiz ham Imom Buxoriyning Adabul Mufratida bir kishi Abdulloh ibn Umarning oldiga keldi. Kelib, "Men bir gunoh qo'ydim. Gunohi kabiralardan deb o'ylayman, o'qigan gunohimni" dedi. Ibn Umar so'radi, "Nima qilding?" "Falon ish qildim" dedi. Ibn Umar aytdi, "Bu ish gunoh kabira emas" dedi. Gunoh kabira Allohga shirk keltirish, odam o'ldirish, vatan himoyasi uchun bo'lgan jangdan qochishlik, pokiza ayollarning sha'niga tuhmat qilish, ribo yeyish, yetimning molini yeyish deb sanadida oxirida ota-onaga oq bo'lishlik dedi. So'ngra haligi kishiga jahannamdan uzoq bo'lib jannatga kirishni istaysanmi? U kishi ha dedi. Ibn Umar aytdi, "Ota-onang tirikmi?" U aytdi, "Onam bor" dedi. Ibn Umar, "Vallohi,
agar unga, onangga so'zingni muloyim qilsang, taom yedirsang, gunohi kabiralardan uzoq bo'lsang, jannatga kirasan. Imom Buxoriydan Adabul Mufratdan. Uvays al-Qarni ulug' tobiinlardan bo'lgan bu kishi. Bu kishini Madinaga kelishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bashoratini berganlar. Alloh uning duosini ijobat qilgan kishi. Uvays ibn Omir, Uvays al-Qarni deb bilamiz biz. Imom Muslimdan keltiriladi bu hadis. Usayd ibn Jobir yo'lidan keltiriladi. Qachon Umar ibn al-Hattob roziyallohu anhu ning huzuriga u kishi xalifa bo'lib turganida, Yamanliklardan biron jamoa kelsa, so'rar edi. Uvays ibn Omir oranglarda bormi? Har safar so'rar edi. Bir kuni Uvays ibn Omir keldi. Umar ibn al-Hattob unga qarab turib, "Sen Uvays ibn Omirmisan?" U ha dedi. "Murod qabilasidan, so'ng Qorn qabilasidanmisan?" dedi. U ha dedi. Umar ibn al-Hattob yana so'radi. "Senda pes kasali bor edi. Alloh senga shifo berdi, faqatgina 1 dirham miqdorichalik qoldi badaningda" dedi. "Shunaqa bo'ldimi?" U ha dedi. "Onang tirikmi?" dedi. U ha dedi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytdiki, "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shunday deganini eshitganman, sen haqingda." Rasulullohni ko'rmagan u kishi. Rasululloh zamonida yashagan, lekin Rasululloh bilan kelib uchrasha olmagan, sahobalik baxtiga muyassar bo'lmagan. Ammo Rasululloh uni ko'rmay turib, kimligini aytayapti, nimaligini aytayapti. Bu qanaqa saodat, birodarlar? Mana Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Uvays ibn Omir haqida aytgan hadisini hozir aytib beradi Rasulullohning. Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul: "Ya'ti alaykum Uvays ibn Omir ma'a amdadi ahli Yaman min Murad, thumma min Qarn, kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirham. Lahu walidatun huwa biha barrun. Law aqsama 'ala Allah la abarrahu, fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al." Umar ibn Hattobga Rasululloh shunday deyaptilar. Eshtinglar. Men Rasulullohni shunday deganini eshitganman. Sizlarning oldingizga Murod, keyin Qorn qabilalaridan bo'lgan Yaman ahlining madadi bilan birga Uvays ibn Omir ismli kishi keladi. Unda pes kasali bor edi. Alloh subhanahu va taolo unga u darddan shifo berdi. Faqatgina 1 dirham miqdoricha joy qoldi pesidan. Uning onasi bor. U unga juda ham mehribon. Agar u Uvays Alloh azza va jallaga qasam etsa, Alloh azza va jalla uning qasamini oqlaydi. Agar u Uvays seni oldinga kelsa, ey Umar, istig'for aytishiga imkon topsang, qil. Shunday qil, seni haqqingga istig'for aytsin. Umar ibn Hattob meni haqqimga istig'for aytgan dedi. U istig'for aytdi. Ya'ni Parvardigor gunohini kechirgin Umarni deb duo qildi. Umar ibn Hattob Uvaysga qayoqqa ketmoqchisan dedi. U Kufaga dedi. Umar ibn Hattob Kufani valisiga bir maktub yozib beraymi dedi. Yaxshiroq muomala qilsin senga dedi. Uvays oddiy odamlarning orasida bo'lishni yaxshi ko'raman dedi. Keyingi yil haj mavsumi bo'lganida Kufadan hurmatli bo'lgan bir kishi haj qilgani keldi. Hajdan qaytar ekan Umar ibn Hattob yo'liqdi. Xalifa undan Uvays haqida so'radi. U kishi aytdi, Uvaysni qoldirib keldim Kufada, ahvoli nihoyatda tang dedi. Ya'ni qiyinchilikda, kambag'alchilikda. Umar ibn Hattob aytdi, men Rasulullohni Uvays haqida falon deganini eshitganman. Agar seni haqqingga istig'for etishga imkon topsang, istig'for so'rab ol undan dedi. Haligi kishi Kufaga qaytib keldida, Uvaysning oldiga kelib, meni haqqimga istig'for ayting dedi. Uvays aytdi, siz hajdan keldingiz. Siz meni haqqimga istig'for ayting dedi. U kishi yo'q, siz ayting dedi. Shunda Uvays aytdi, Umar ibn Hattobga yo'liqdingizmi dedi. Ha dedi. So'ngra uni haqqiga Uvays istig'for aytdi. Qarang. Keyingi rivoyatni Imom Muslim keltiradi. Umar ibn Hattob shunday dedi unda. Men Rasulullohning shunday deganini eshitganman. Albatta tobiinlarning eng yaxshisi Uvays ismli kishi. Uning onasi bor. Unda peslik, oqlik bor. Unga buyuringlar. U sizlarning haqqingizga istig'for aytsin. Endi qaranglar. Uvays al-Qarni kim u? Umar ibn Hattob kim? Taqqoslab bo'lmaydi. Umar ummatning ikkinchi kishisi roziyallohu anhu.
Mana shunday asharay mubashshara bo'lgan. Shayton undan qo'rqib qochib ketadigan bo'lgan. Rasululloh qo'lini ushlab, men Abu Bakr va Umar mana bunday qilib jannatga kiramiz deb maqtalgan Umar ibn Xattobga nima deyapti Rasululloh? Agar Uvaysga yo'liqsang, so'ra, seni haqingga istig'for aytsin deydi. Nima sababdan Uvays al-Qarniy bunchalik martabaga yetdi? Allohga iymon keltirgandan keyingi qilgan eng afzal ishi birrul volidayn bo'ldi. Onasiga qilgan yaxshiligi tufayli Umar ibn Xattob oldiga kelganda duo qiling deyapti. Kim? Xalifa-i Roshid Umar al-Faruq. Agar ota-onaning ra'yi qarama-qarshi kelib qolsa, kimning ra'yi muqaddam bo'ladi? Kimni fikri to'g'riroq bo'lsa, kimni ra'yi afzalroq bo'lsa, iymonga, ihsonga, taqvoga yaqinroq bo'lsa, shariatga muvofiqroq bo'lsa, shuni fikri muqaddam bo'ladi. Tushunarlika? Shariatni aniq ko'rsatmasi bor bo'lib turgan masalada otani gapi yaqinmi shariatga, onani gapimi? Qaysinisi yaqin bo'lsa, shunisini gapi olinadi. Ammo shariat u masalada hech narsa demagan bo'lsa-chi? Masalan, shpanerni mayqa qo'yaylik yoki shpanerni mayqa qo'yaylik. Shariat indamagan. Birga haqlilik bobida onaga itoat qilinadi. Chunki 3 marta onangga yaxshilik qil deb turib, 4-sida otangga dedimi? 3 marta onangga deb yaxshilik qil deganligi uchun onani ra'yiga quloq tutiladi. Agar farzand bilan otaning ra'yi qarama-qarshi kelib qolsa, uyga tegishli bo'lgan ishlarda qaysi fikr to'g'riroq ekanligiga qaraladi. Agar bir xil bo'ladigan bo'lsa, otani ham bolaning fikri, otani fikri olinadi. Chunki mana shu xonadonga boshliq bo'lganidan rahbar bo'lgan. Albatta endi bu ota uyda haqiqiy otaligini qilayotgan bo'lsa, tarbiyasi bilan, rioyasi bilan, ta'minoti bilan shug'ullanayotgan bo'lsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ro'iyatihi." Sizlarning har biringiz boshliqsiz va har biringiz qo'l ostidagilari haqida javobgar bo'lasiz. Erkak kishi o'zining ahlida boshliqdir va ular haqida qiyomat kunida mas'ul bo'ladi. Ota haqdor birinchi uyda nima bo'lishini hal qilishlikka. Modomiki shariatga zid kelmayotgan bo'lsa gapi. Agar farzand o'zini ota-onasini o'rtasida kelishmovchilik paydo bo'lganini ko'rsa, indamay turish kerakmi? Ma'ruf yo'l bilan isloh qilishlik kerak. Sulh yaxshi. Va bil validayni ihsana, ota-onaga yaxshilik qilasizlar dedi Alloh taolo. Agar ota-ona orozlashib qolgan bo'lsa, ularni yarashtirib qo'yishga qanaqa yo'l bor? Qanaqa yaxshi yo'l bor? Shu ishni qilasiz farzand sifatida. Indamay turavermaysiz. Bu otam ekan gapirib bo'lmas ekan, bu onam ekan nasihat qilib bo'lmas ekan demaysiz. Ikkalasini yarashtirib qo'yishga nima bir sabab bor? Shar'iy. Shuni qilasiz. Quyida o'qiydiganimiz Imom Zahabiyning Siyar Alamun Nubala kitobidan keltirilgan. Bir kuni Zubayr ibn al-Avom roziyallohu anhu Asmo bint Abu Bakrni urdi. Insonni bir shafalaq tortgandir. Zubayr ibn al-Avom kim? Havoriyur Rasulillah. Asharay mubashsharani bittasi. Asmo bint Abu Bakr kimning qizi? Zotin nitoqayn Abu Bakrning qizi. Inson ekanda bizdaqa. Shu bir shafalaq urganda baqirib o'g'lini chaqirar ekan yordamga. Abdulloh ibn Zubayrni. Zubayr ibn al-Avomni bilasizlar. Rasulullohning xos jangchisi bo'lgan. Endi Abdulloh ibn Zubayr shuni o'g'li. Ota ham polvon, bola ham polvon. Endi ona dod deyapti. Ey Abdulloh deyapti. Shunda yugurib keldida eshik tagiga kelganida Zubayr ibn al-Avom kirsang onang taloq dedi. Aytayapsiz, inson bo'lgan, ulardan ham jahli chiqqan, xursand bo'lgan, baxilligi tutgan odam bizdaqa. Faqat bizdan farqi Allohning hukmi turganda shunday taslim bo'lgan. Nima qilish kerak endi Abdulloh ibn Zubayr? Ya'ni sahobalar haqida noto'g'ri tushunchaga borib qolmaylik. Ular ham odam bo'lgan bizdaqa, tushunaylik shu narsani birodarlar. Kirmasa, onasi yordam so'rayapti. Kirsa taloq deyapti. Shunda Abdulloh ibn Zubayr otasiga qarab, "Onamni qasamingizga qurbon qilasizmi?" dedi-da shak kirdi, onasini qutqarib chiqib ketdi. Bir boyin taloq tushdi. Nima, endi ishgan qasamingizni deb onam musibat chekish kerakmi? Onamni qurbon qilib yuborasizmi dedi, shunday kirdi, onasini qutqarib chiqib ketdi. Bir boyin taloq tushdi, keyin nikoh olsa bo'ladi.
Ota-ona doim ikrom, hurmat, e'tiborga loyiq insonlar. Qarib qolganda ko'proq e'tiborga haqli bo'ladi. Ular qarib qolganlarida ko'proq e'tibor va ziyoda ehson qilishlik lozim bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qildi. Astagfiru billah. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishingizni hamda ota-onalaringizga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Agar ularning birovi yoki har ikkisi sening qo'l ostingda keksalik yoshiga yetsalar, ularga qarab uf tortma. Wala tanharhuma, ularni jerkima. Va qul lahumā qawlan karīma. Va ularga doimo yaxshi so'zni ayt. Alloh subhanahu va taolo butun borliqni yaratuvchisi bo'lgan Xoliq azza va jalla ota-ona bilan farzand qanday muomala qilish kerakligini tafsilotlar bilan tushuntirib beryapti. Demak, bu mayda masala emas. Oyatning davomini o'qiymiz. Astagfiru billah. Waqfiz lahumā janāha az-zulli minar rahma va qur robbirhamhumā kamā robbayani saghīrā. Endi nima deb duo qilishni ham o'rgatyapti. Ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut, hokisor bo'l va duo qil. Nima deb duo qil? Parvardigorim, meni ular go'daklik chog'imda tarbiyalab o'stirganlaridek, sen ham ularga rahm shafqat qilgin. Mana shunday deb duo qilgin. Biz yoshligimizda qanchalar mehrga, qanchalar shafqatga, qanchalar inoyatga, marhamatga muhtoj edik. Ular berishdi shu narsani. Jinni qilib qo'ymadi, belizni sindirib qo'ymadi, ko'r qilib qo'ymadi. Aqli raso, jismonan bir yet yuqilib tarbiya qilib qo'ydimi? Ota-ona bilasizmi qancha qaradi sizga? Endi sizga qanday muruvvat qilgan bo'lsa, shunday bir muruvvatni qaytaring. Va Robbimizni bu buyrug'i, hali xohlasak muomala qilamiz, xohlamasak degan gap ketmaydi. Imom Buxoriyning Adabul Mufradida keltiriladigan bu hadis, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni minbarga ko'tarilayotib, "Amin, amin, amin" dedilar. Bu hadisni Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Shunda sahobalar, "Ya Rasululloh, nimaga 3 marta amin dedingiz?" deyishdi. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Inna Jibril alayhi salam atani faqal, man adraka shahra Ramadana falam yughfar lahu fadakhala an-nara fa'abadahu Alloh. Qul amin faqultu amin." Men oldimga Jabroil keldi. Menga Ramazon oyi kelsa-yu, Ramazonga guvoh bo'lsa-yu, gunohlari kechirilmasdan do'zaxga kirgan kishini Alloh uzoq qilsin. Amin deng dedi. Men amin dedim dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ramazon keldi, gunohlardan tozalanib, o'zini jannatiy qilib olmagan odam xor bo'lsin. Amin deng deb Jibril alayhisalom aytganida Rasululloh amin dedilar. Duo keldi. Va man adraka abawayhi aw ahadahuma. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, Jabroil shunday dedi yana, ikkinchi aminning sababi. Kim ota-onasini ikkalasiga yoki bittasiga yetsa va ularga yaxshilik qilmasa, shunday holda o'lsa, do'zaxga kirsin. Alloh uni uzoq qilsin. Amin deng dedi. Men amin dedim dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Duo ketdi. Ota-onasini ikkalasi yoki bittasi tirik turganda ularning duosini olib, ularning roziligini olib qolmabdimi? Bu farzand voy holidir. Uchinchisida va man zukirta indahu falam yusalli alayka. Ey Rasululloh, siz kimni oldida zikr qilinsiz, sizga salovat aytmasa, xor bo'lsin. Allohni uzoq qilsin. Amin deng dedi. Rasululloh amin dedilar sallallohu alayhi vasallam. Mana shu hadisning o'zi ham qanchalar ota-onaga yaxshilik qilishlik muhim amal ekanligini va qarang, roza har yil keladi. Modomiki tirik ekansiz, har yil keladi. Namoz bir kunda 5 mahal o'lgunizcha har kuni o'qiysiz, ammo ota-ona doim yoningizda bo'lmaydi. U boshga qo'ygan qushto'b aytdiga pirratib uchib ketishligi mumkin. G'animat bilishligimiz kerak bo'ladi. Avvalgi darslarimizda mana o'qidik, g'orga qamalib qolgan 3 ta odam qissasini. Shunda
toshni jildirishligini Allohdan so'rab, bu uchala kishi qilgan solih amallarni o'rtaga qo'yishdi. Shundan bittasi nima dedi? Qarib qolgan ota-onam bor edi, uni xizmatida falon qilgan edim. Parvardigor o'zingning roziligi uchun qilgan bo'lsam, toshni jildirib ber dedi. Tosh bir muncha jildi. Yusuf alayhissalom qissasiga murojaat qilsak. Akalari Binyaminni ham Yusuf alayhissalom olib qolaman deb turgan paytida qarib qolgan otasini o'rtaga qo'yib, hurmatini o'rtaga qo'yib so'rashdi. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhon kabira fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Yusuf alayhissalomni akalari vazir bo'lib turganda tanishmagan edi. Endi Binyaminni hiyla bilan Yusuf alayhissalom olib qolaman degan paytida akalari qasam ichib kelishgan edi otasi Yoqub alayhissalomga. Ukamizni hargiz bermaymiz, qoldirmaymiz deb. So'ng ular dedilar: "Ey ulug' zot, uning bir keksa otasi bor. Sen uning o'rniga bizlardan birimizni olgin. Zotan bizlar sening chiroyli amal qiluvchi zot ekanligingni ko'rmoqdamiz." Sahih Muslimdan keltiriladi Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rog'ima anfu, summa rog'ima anfu, summa rog'ima anf. Burni yerga ishqalsin, burni yerga ishqalsin, burni yerga ishqalsin. Kimni yo Rasululloh deb so'rashdilar. Rasululloh aytdilar: "Man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima falam yudkhilil janna." Qaragan paytida otasini, onasini ikkalasini yoki bittasini topsa-yu, ular uni jannatga kiritmagan bo'lsa, burni yerga ishqalsin. Ya'ni ularga yaxshi muomala qilib, duosini olib, jannatga kirmabdimi? Xor bo'lsin. Voy qancha farzandlar yuribdi bu narsadan g'ofil bo'lib. Safarlarda yuribdi yillab, bir tiyinda ikki tiyin qila olmasdan. Nimaga desa, uydagi chola kampir undan rozi emas. U aytmaydi sendan rozi emasmiz deb, faqat dili og'rib qolgan. Shuni o'zi yetadi. U 110 yil yursa ham bu yerda 1-2 olmaydi. Onaning haqqini ulug'ligiga dalolat qiladigan so'z. Imom Buxoriyning Adab al-Mufraddan keltiriladi, Said ibn Abi Burda yo'lidan. U otasidan aytadi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu Ka'bani tavof qilar ekan, bir kishiga ko'zi tushdi. Hali kishi yamanlik edi. Ka'bani tavof qilar ekan, onasini hopichlab ko'tarib olgan edi. Ibn Umarga qarab turib, "Onamni haqqini ado qildimmi endi?" dedi. "Onamni haqqini ado qildimmi?" deganida Ibn Umar aytdi, "Yo'q" dedi. "Faqat tug'ayotgandagi bitta to'lg'oq mashaqqatinigina haqqini ado qilding" dedi. Ha, u yerda emizishi bor, tug'ishi bor, boqib katta qilishi bor. Onani haq qanchalar ulug'ligini mana shundan bilsak bo'ladi. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Qaraganida ikkalasi bo'lsa yoki bittasi bo'lsa yoningda. Imom Qurtubiy mana shu oyatning tafsirida aytadi. Ota-ona doim hurmat e'tiboriga haqli bo'lgan zot, ammo qarib qolgan paytda ko'proq muhtoj bo'ladi mana shunday hurmat e'tiboriga. Mana shunday paytda farzand ko'proq xizmatini qilib qolishligi kerak bo'ladi. Yosh bola qanchalar ota-onasiga muhtoj bo'ladi, rioyasiga. Qari ota-ona ham farzandni rioyasiga shunchalar muhtoj bo'ladi. Endi bir farzand ota-onasiga doim xizmatda turgan bo'lishi mumkin. Insonning tabiatida malollanishlik bor. Doim turaversa malollanadi. Asabi taranglashib turib, ota-onasiga qattiq gapirib qo'yishi, jirkib qo'yishi mumkin. Ha, hozir boraman-da chaqiraverasizmi deyishi mumkin. Ota-onaga ozor berishlikni eng yengil ko'rinishi deyish. Agar deyishdan ko'ra yengilroq bir ozor bo'lganida Alloh taolo uni ham zikr qilgan bo'lar edi. Deysiz-ku? Bu kattalar biladi, bolangiz desa, o'sha tushib ketadi-da ko'ngli. Odam bo'lib qoldi-da endi. Pul topib qoldi-da. Otasiga aql o'rgatadigan bo'lib qoladi. Qarang, Alloh azza va jalla Qur'onda fala taqul lahuma uffin. Ularga tortma deb aytdi. Qarang, nima ekan? Abu Rajo al-Utoridiy aytadi, diqqat. Yashirin, xunuk so'kinishlik. Dedingizmi? So'kdingiz.
xunuk so'kdingiz, faqat yashirib so'kdingiz. Yana qaytarib aytaman. Fala taqul lahuma uffin. Ularga qarab uf tortma. Uf nima? Abu Rajo al-Utoridiy uf xunuk, maxfiy so'kinishlikdir. Yana Imom Qurtubiy wala tanharhuma. Ularni jerkima, ularning so'zini qaytarma. Nahr degani qo'pollik, jerkishlik. Ularga doim yaxshi so'zni ayt. Eng muloyim, eng yumshoq so'zdir. Eng muloyim so'z qaysi ota-onaga murojaat qilinganda? Eng muloyim so'z bu otajon deyish, onajon deyishlik. Ibn Baddoh aytadi, Sayyid ibn Musayyabga dedim. Men birrul volidayn haqida Qur'onda nima deyilgan bo'lsa tushundimmi, faqat vaqul lahuma qawlan karima ning ma'nosini tushunmadim. Sayyid ibn Musayyab aytdi, ularga muloyim so'zni so'zlar degan so'zni tafsir qilib, xatoga yo'l qo'ygan qul, o'zini badjahl, qattiqqo'l, zolim hojasini oldida qanday so'zni gapiradi? Shunday muomala qilishing, ularga muloyim so'zlashing dedi. Qul ayb ish qilib qo'ydi, gunoh ish qilib qo'ydi, xo'jayin qattiqqo'l, zolim, badjahl odam. Uni oldida qanday gapiradi? Shunaqa gapir dedi. Waqfiz lahuma janaha zulli minar rahma. Ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut. Hokisor bo'l. Qarang, mana ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut, hokisor bo'l. Nima degani bu? Imom Buxoriy Adabul Mufratda keltiradi, Urvat ibn Zubayrdan. Ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut, hokisor bo'l degani, ya'ni ota-oning yaxshi ko'rgan narsasidan ularni man qilma. Ota-onamiz nimani yaxshi ko'radi? Yonida suhbatlashib o'tirishimizni. Ko'p narsani talab qilmaydi bizdan. Ota-onamiz nimani yaxshi ko'radi? Uyini salqin bo'lganini salqin qilasiz. Otangiz betob, uyda issiq qilib o'tirish kerak. Issiq qilasiz. Onangiz qo'y og'atni yaxshi ko'rmaydi. Suv og'atni qilasiz. Telefoningizni o'chirib qo'yishingizni yaxshi ko'radi otangiz. To'g'rimi? Televizorda, telefoningizni o'chirib qo'yib, ular bilan o'tirishingizni xohlaydi otangiz. Mana shu narsadan man qilma ularni deydi. Endi farzand ota-onaning oldida o'zini hokisor tutishligi. U o'zini xohishi bilan bo'lish kerak, roziligi bilan va muhabbati bilan bo'lish kerak. O'zi yaxshi ko'rib, o'zi hokisor bo'lsin ota-onaning oldida. Chunki o'zi xohlamasdan hokisor bo'lish ham mumkin inson. Bir odamdan bir narsa undirishlik uchun uning oldida kamtar turasiz. Biror bir musibatdan qutulishlik uchun shu boyagi zolimning oldida hokisor turasiz. Chunki bir maqsadga yetish uchun edi bu hokisorligingiz. Maqsadga yetgandan keyin u hokisorlikdan asorat ham qolmaydi. Ammo ota-ona bilan qilinayotgan muomalada hokisorlik o'zimizning muhabbatimiz bilan bo'lish kerak. O'zimizni xohishimiz bilan. Odamlarning oldiga chiqqanda qattiq gapirmaymiz otamizga. Ha, odamlarning oldida nima bo'ladi? Uyat bo'ladi. Ammo yolg'iz qolganda-chi? Mana avvalgi darsimizda aytdik, Imom Muslimdan keltirilgan hadis, Abu Hurayra roziyallohu anhudan, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Siz farzand sifatida, biz farzand sifatida otamizga har qancha yaxshilik qilmaylik, haqqini ado qila olmaymiz. 10 marta hajga jo'natgan bo'lsak ham, 20 ta mashina mindirib qo'ygan bo'lsak ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: otasini mamluk holda topib, qul holda topib, sotib olib, ozod qilgandan keyingina farzand otani haqqini ado qila oladi. Yo'qmi bu narsa? Demak, haqqini ado qila olmaymiz ekan. Har qancha muruvvat qilayotgan farzand bo'lmaylik. Va qur robbirhamhuma. Parvardigoro u ikkisiga rahm shafqat qilgin. Tirigida ham, vafotidan keyin ham duo qilinishlik kerak bo'ladi. Senga bergan tarbiyasi uchun, seni o'stirganligi uchun. Shuning uchun o'z-o'zidan ma'lum bo'ladi shu yerdan birodarlar. Ota farzandga qanchalar tarbiyani zo'r bergan bo'lsa, demak shu otani farzand ustidagi haqqi ham zo'r bo'ladi. Demak, ota-onani o'zining farzandiga bergan tarbiyasi qanchalar ulkan bo'lsa,
haqqi ham shunchalar ulkan bo'ladi. Endi xuddi ota-onani tarbiya bergan farzandlar haqqi bo'lgandek, bir farzandni dindor, diyonatlik, iymonlik, taqvoli bo'lib ulg'ayishiga sabab bo'lgan kishilar ham haqdor bo'ladi ustida. Kimlari? Ustozlari. Chunki otasi bera olmagan tarbiyani shu ustozi bergan bo'ladi. Eskilarda gapi bor. Ustoz otangdan ulug'. Robbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu solihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. Ey insonlar, Parvardigoringiz dillaringizdagi sirlaringizni juda yaxshi bilguvchidir. Agar sizlar solih bo'lsangizlar, Alloh tavba qiluvchilarni mag'firat qiluvchi bo'lgan zotdir. Ya'ni qalbimiz ba'zida gunoh, ma'siyatga moyil bo'lib qoladi. Ichimizda nima o'tayotganligini Robbimiz biladi, o'zimiz bilamiz. Bundan qanday tavba qilamiz? In takunu solihina, ya'ni agar sizlar solih bo'lsanglar, ya'ni ota-onalarga yaxshilik qilishlikda solih bo'ladigan bo'lsanglar, maqsadinglar bundan Allohning roziligi bo'lsa, qalbinglardagi eng katta maqsad Allohning roziligi bo'ladigan bo'lsa, ba'zida qalbinglar Alloh tomonidan burilib, boshqa tomonlarga moyil bo'lib qolayotgan joyida Alloh taolo kechirib qo'yadi shu joyini. Chunki insonmiz, tabiatimiz har xil bo'lib turadi. Ko'nglimiz u yoqqa tortib turadi, bu yoqqa tortib turadi. Shunga gunohkor bo'lmaymiz, shuni Alloh taolo kechiradi. Agar solih bo'ladigan bo'lsak. Farzand. Otasi uni dunyoga kelishiga sabab bo'ldi. Onasi yuvib tarab katta qildi, o'qitdi, maktabda, jamiada o'qitdi, tabib bo'ldi. Tabib bo'lgunga qadar hamma mehnati otaning zimmasida bo'ldi. Endi bu farzand tabib bo'lgandan keyingi otasiga qilayotgan muomalasini ko'ring. Qishloqdan keladi otasi, o'g'lining ishxonasiga boradi, ota boradi, istab. Falonchi kelib so'rayapti, sizni dadangizmish deb sekretari aytadi. Turib tursin deydi. Nimaga unaqa deydi? Chunki qishloqdan kelganda otasi kiyinishi qishloqcha, o'zini tutishi qishloqcha, yonidagi kollegalarini oldida, yonidagi hamkasblarning oldida otasini bu ahvolda ko'rsatishlikdan uyaladi. Dada, o'tirib turibsizmi? Xijolat qilib meni. Borardim. Kelganingizni qarang menga. Ustingizni qarang. Bor shunaqalar. Ana Yusuf alayhissalom Misrdek katta ulkan mamlakatga vazirga aylandi. Ota-onasi sahrodan kelganda qanday kutib oldi ularni? G'oyatda izzat ikrom bilan, olqishlash bilan, ochiq chehra bilan va quvonch bilan, xursandchilik bilan, faxr bilan kutib oldi. Ey yigit, otang xuniydir, kiyimi chataqdir, no seni otang. Falamma dahalu ala Yusuf awa ilayhi abawayh. Endi qachonki manzilga yetib kelishib, Yusufning huzuriga chodirga kirganlarida, u o'zini ota-onasini quchog'iga otdi va inshaalloh Misrga tinch, omon kiringlar dedi. Keyin Misrga kirib Yusufning saroyiga kirganlardan so'ng u ota-onasini o'zining taxtiga chiqardi. Vazirni o'tiradigan kreslasiga o'tkazdi. Kimni? Qishloqdan kelgan, sahrodan kelgan otasini. Yusuf alayhisalom xulqi qadayu agar noqobil bo'lsa siz qilayotgan fe'lis hayoda. Sahrodan kelgan otasidan uyalmadi. Sahrodan kelgan sahroy otasining kiyimidan uyalmadi. Eng oliy maqomga o'tkazdi. O'zi o'sha maqomga, o'sha martabaga yetkazgan avvalambor Alloh taoloning fazli, undan keyin shu ota-onaning mehnati. Yemek yedirdi, kiymek kiydirdi. Onani o'zining bolasini haqqiga qilgan duosi ijobat oldi. Garchi bola namozda turib bo'lsa ham onasi chaqirganda labbay demadi, ona qarg'odi, onaning duosi ijobat oldi. Garchi farzand solih, taqvoli kishi juraj bo'lsa ham onasini qilgan qarg'ishi unga o'tdi. Bu darslarni alohida dars qilib o'tganmiz, lekin uni kelganda keltirib o'tamiz. Imom Buxoriy va Muslimdan keltiriladi Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Isa ibn Maryam va sohibu Jurayj." Beshikda turib faqat 3 ta chaqaloq gapirgan. Bittasi
Iso ibn Maryam, ikkinchisi Jurayjning sohibi, uchinchisi Ashobul Uxduddagi chaqaloq. Jurayj taqvoli, obid kishi edi. O'zini savmasi, ibodatxonasi bor edi, borib tuni kun ibodatda edi. Taqvoli, solih inson. Bir kuni namozda turganida nafl namoz